Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. Turkiya Superligasi. Shomurodov va Fayzullayev gol urgan bahsda Başakşehir Samsunsporni yirik hisobda mag'lub etdi. Turkiya Superligasining 33-turi doirasida Başakşehir o'z maydonida Samsunspor jamoasini qabul qildi. Fatih Terim stadionida kechgan uchrashuv mezbonlarning 3-0 hisobidagi yirik g'alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalari mezbonlar uchun juda muvaffaqiyatli boshlandi. 6-daqiqadayoq O'zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov penaltini aniq amalga oshirib hisobni ochdi. Birinchi bo'lim yakunlanishi arafasida 43-daqiqada Yusuf Sari jamoasining ikkinchi golini urib, oradagi farqni oshirdi. E'tiborli tomoni shundaki, Sarining goliga aynan Shomurodov ham mualliflik qildi. Ikkinchi bo'limda ham ustunlik mezbonlar tomonida bo'ldi. 78-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan yana bir o'zbekistonlik futbolchi Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. 3-0. O'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, to'liq 90 daqiqa harakat qilgan bo'lsa, Abbosbek Fayzullayev ikkinchi bo'limning 70-daqiqasida zaxiradan maydonga tushdi. Mazkur hisob o'yin yakuniga qadar o'zgarmadi va Nuri Shahin boshchiligidagi Başakşehir muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Ayni paytda Istanbul klubi 54 ochko bilan turnir jadvalida 6-pog'onani band etgan. Başakşehirning eng yaxshi futbolchilari gol kiritgan Shomurodov va Fayzullayevning o'yini qanday baholandi? Başakşehir safida to'p surayotgan o'zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev Turkiya Superligasining 33-turi doirasida Samsunsporga qarshi bahsda maydonga tushdi. 3-0. Shomurodov uchrashuvni to'liq o'tkazdi va eng yaxshi futbolchi bo'ldi. Abbosbek Fayzullayev esa zaxiradan maydonga tushib, jamoasining 3-goliga mualliflik qildi. Flash Score portali Başakşehirning ilk goliga mualliflik qilgan va golli uzatmani amalga oshirgan Shomurodovning o'yinini 8.4 ball bilan baholadi. Fayzullayev esa 7.5 ballga loyiq ko'rildi. Shomurodov o'yin davomida 45 marta to'p bilan muomala qildi. U jami 28 ta uzatma amalga oshirgan bo'lib, shulardan 20 tasi aniq manzilga yetib bordi. 71% aniqlik. U Samsunspor darvozasiga bir marta aniq zarba yo'lladi. Uning kutilma gollar foizi XG 0.85 ni tashkil etdi. O'zbekiston terma jamoasi sardori himoyada ham jamoasiga yordam berdi. Bir marta raqib hujumini bartaraf etdi, 2 marta to'pni qaytarib oldi, 2 marta maydondagi va 1 marta havodagi kurashda ustun keldi. Istanbul klubining yana bir o'zbekistonlik legioneri Abbosbek Fayzullayev 70-daqiqada maydonga tushirildi. U 10 marta to'pga tegib, 6 ta aniq uzatma berdi. Bitta aniq zarba yo'llab, uni golga aylantirdi. 1 marta raqib hujumini bartaraf etdi, 2 marta to'pni qaytarib oldi. Fayzullayevning kutilma gollar foizi 0.73 ni tashkil etdi. Ushbu g'alabadan so'ng Başakşehir ochkolarini 54 taga yetkazib oldi. Jamoa turnir jadvalida 6-o'rinni egallab turibdi. Mag'lub bo'lgan Samsunspor esa 48 ochko bilan 7-o'rinni egallab turibdi. Eldor Shomurodov hozirda 21 ta gol va 4 ta golli uzatma bilan to'prarlan jadvalida 2-pog'onani band etgan. Trabzonspor hujumchisi Pol Onuachu esa 22 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda.